ulug' allomaga mash'um davrning suiqasdi yoxud Al-Hakim at-Termiziyning sirli o'limi. 1969-yili viloyat o'lkashunoslik muzeyida ishlab yurganimda Leningrad shahridan kelgan mashhur tarixchi, arxeolog marhum Boris Stavitskiy bilan bir ulug' allomaga suiqasd qilingan deb aytgan gaplari esimda. Vladimir Dalmatov termizlik rusiyzabon bir necha kasb egasi 1941-45 yillari Ulug' Vatan urushida jang qilgan inson. Bo'sh vaqtlarida rassomlik ham qilar edi. U mening sharqshunosligimni eshitib, izlab topib, bir suratni sizga ko'rsatmoqchiman. O'zimning tasavvurimdan kelib chiqib chizganman. Xolis mutaxassis sifatida bir ko'rsangiz dedi. Albatta 1978-yillari Vladimir Dalmatovning chizgan tasviri hammaga ham manzur bo'lavermas. Hatto ijodkor va ijod mahsuli ta'qib qilinib, mahv etilishi, yo'qotilishi turgan gap edi. Vladimir Dalmatov aytgan joyga bordim. U yerda eski fanerlar va yaroqsiz holga kelgan yirik-yirik suratlar orasidan 2 qavat eski choyshab bilan o'ralgan 2 ga 3 metrli narsani ehtiyotlab chiqarib oldi. So'ngra tashqari chiqib, birozdan keyin qaytib kirdi-da, xo'rsinib o'ramni ochdi. Hayratdan bir lahza lol qoldim. Tasvirlangan manzarada namoz o'qib o'tirgan allomaning orqa tarafidan endi yorishayotgan tong yog'dusi tushib turar. G'arb tomonda esa hali tun o'z hukmini qo'ldan bermagan edi. Joynamoz ustida qa'da tizzada o'tirgan allomaning 2 qo'li tizzasida chap tarafga salom berayotgan damda tong qorong'usida qotil qo'lidagi xanjarini allomaning orqa tarafidan turib bo'yniga tortmoqchi bo'lib turgan holat tasvirlangan edi. Allomaning ro'parasida esa mehrob bo'lib, uning yuqorisida yozuv yo'q edi. Vladimir Dalmatov mening hayajonga tushganimni ko'rib, qanday chiqibdi? Bu hammasi mening xayoliy mahsulim. Ammo mashhur alloma ana shunday tarzda qatl etilgan. Nega qatl etilganligiga men hayronman. Musulmon musulmonni qatl etmoqda. Nahot mashhur alloma bir yaramasning qo'llari bilan halok etilgan bo'lsa, nega deb o'zi chizgan mudhish manzaradan ta'sirlanib ketdi. Vladimir Dalmatov menga qarab, mana shu suratdagi kamchilik nuqsonlarni mutaxassis sifatida topsangiz yaxshi bo'lar edi dedi. Men mehrobda albatta yozuv bo'lishi kerak deb mehrobning yuqorisini ko'rsatdim. U ham bo'lsa kalima-i toyiba, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytsam, shuni yozib bering dedi. Bir varaq oq qog'ozga arab imlosida yozib berdim. Vladimir Dalmatovning o'zi ham aynan mehrobning xuddi ana shu yarim oy shaklidagi yuqori qismida qandaydir yozuv bo'lishi mumkin deb topa olmay yurgan ekan. Nasroniy dinining pravoslav mazhabiga mansub shaxs ulug' allomaning umriga yovuzlarcha nuqta qo'yilishi holatini o'ta ilohiy iqtidor bilan tasvirlaganiga hali tahsinlar aytaman. Shuni ta'kidlash joizki, milodning 661-yilidan boshlab arab xalifatligida toju taxt uchun siyosiy mojarolar avj olib ketadi. Ayniqsa 4-xalifa Hazrati Ali ibn Abu Tolib Kufa, Iroq shahridagi jome masjidida peshin namozida
qotil Abdurahmon ibn Muljam tomonidan qatl etiladi. Abdurahmon ibn Muljam xalifalikka da'vogar bo'lgan Ummaviylar urug'ining xohishini bajaradi. Ummaviylar 661-750 milodiy yillari xaliflik taxtini egallagach, mamlakat bo'ylab Hazrat Aliga mansub oila a'zolari vakillarini tugatishga yashirincha farmon berishadi. Bu bilan Ummaviylar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hazratlarining nabiralari, ya'ni Fatima qizlari bilan kuyovlari Hazrat Ali ibn Abu Tolibdan tug'ilgan Hasan va Husaynlardan dunyoga kelgan avlodiga qarshi qirg'in e'lon qilishadi. Milodning 668-yilida Imom Hasan ibn Ali, Ummaviylar milodning 750-yillarda Imom Hasanning oila a'zolarini mazkur jangdan so'ng deyarli tugatishadi. Shuningdek, Imom Husayn ibn Ali ham 72 nafar lashkari bilan Ummaviylarga qarshi jangda 685-milodiyda shahid bo'ladi, Karbalo dashtida. Lekin Imom Husayn avlodlari Ummaviylar taqibidan qochib kelib omon qolishadi. Taqibidan qochib Eronga, Hirotga, Balxga, nihoyat qadimgi Somon shahri Termizga kelib omon qolishadi. Bu taqib 662-yildan 790-yillargacha davom etadi. Ya'ni Ummaviylar tugatilib Abbosiylar 750-1225-yilgacha sulolasi xalifatchilikka kelguniga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ummaviylar taqibidan omon qolgan saidlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avlodlari, ya'ni Bibi Fatima va Hazrat Alidan tug'ilgan Imom Hasan va Imom Husaynlardan dunyoga kelgan avlod vakillaridan Bashir ibn Husayn ham o'z oilasi bilan Amudaryo kechuvidan o'tib Somon shahrida makon topadi. 747-749 128-hijriy qamariy hisobda Bashir oilasida Hoshim Sonurdan keyin yana bir o'g'il tug'iladi. Bu tarixiy manbalarda, diniy adabiyotlarda Abu Abdulloh Muhammad Ali ibn Husayn ibn Bashir al-Hakim at-Tirmiziy nomi bilan mashhur ulug' zot edi. Al-Hakim allomaning hakimiyat tariqatini targ'ib qilganligi bois shajara tarkibidagi nisbadir. Bu zotning ismlari ayrim rivoyatlarda Hakim emas, Qosim deb zikr qilingan, balki Abdul Hakim yoki Abdul Qosim. Ulug' allomaning ismlari ham hayotlari kabi nihoyatda sirli bo'lgan bo'lsa ajab emas. 750-yillari Ummaviylar sulolasiga Abbosiylar tomonidan barham berilgach, mustaqillikka intilgan Tohir ibn Lays oilasini Saforiylar, Abbosiylar oldida fosh qilishadi. Bu xizmatlari tufayli Saforiylar Abbosiylar hurmatiga sazovor bo'lishadi. Ammo Saforiylar oilasi Xuroson va Mavara-un-Nahr hududlarida zo'ravonlikni avj oldiradi. Albatta, Saforiy zadagonlar tarkibida Somonxudod, Termiz, Somon hokimlari, ya'ni termizlik saidlarning vakillari ham bo'lgan. Bu oila vakillari arab xalifatligiga sadoqat bildirib, Saforiylarning niyatlarini fosh etishadi. Bular ham o'z navbatida xalifatlik e'tiborini qozonishadi. Somonxudodlar oilasining boshlig'i Ahmad Somoniy o'zining 4 nafar o'g'li bilan xalifatlikka xizmat qilgani evaziga xalifa Ma'mun ibn Horun ar-Rashid 809-833 milodiy yillar Mavara-un-Nahrni to'liq va Xurosonning yarmisini idora etishlari uchun noiblikka tayinlaydi. 747-749 milodiy 128-hijriy qamariy yilda olamga kelgan chaqaloq mazkur ijtimoiy siyosiy ziddiyatlarni o'z ko'zi bilan ko'rib ulg'aya bordi va bu voqealardan hayotiy xulosalar chiqardi.
Bashir Husaynning 3-o'g'li go'dakligidan mehnat qila boshlaydi. Otasi Bashir bevaqt olamdan o'tadi. Akalari ham balog'atga yetmay vafot etishgach, bolalikning lazzatidan mahrum bo'lgan holda oilani tebrata boshlaydi. Onaning ko'zlari ham ojiz bo'lib qolishi murg'ak qalbni iztirobga solar. O'ksinib ota qabri uzra borib, doim yig'lar edi. Shahardan 3-4 nafar 10-12 yoshli o'g'lonlar Bashir Husaynning yolg'iz o'g'lini ham birga olib ilm olish uchun Nishopurga borishga da'vat etishadi. Onalaridan ruxsat olish maqsadida borganlarida u zotga onaizorlariga murojaat qiladi. Men ham bilimli bo'lishni xohlayman, onajon. Ilmsiz xor-zor bo'lib bu dunyodan shunday o'tib ketamanmi deganlarida voliday muhtaramalari, bolam, siz o'ksinmang. Sizni kelgusida odamlar asrlar osha kelishib ziyorat etishadi. Siz hali bolam dunyodagi ulug'larning ulug'i bo'lg'aysiz, inshaalloh. Bu gaplarni men sizga aytmoqdaman. Bolaginam, sut emdi bo'lgan davringizda men sizga ko'krak berishdan avval tahorat etib, so'ngra emizganman. Tahoratsiz biron marta ham emizmaganman, bolaginam. Men sizga haq gapni aytmoqdaman. Agar siz meni tashlab tahsilga ketsangiz, mening holim ne bo'lg'ay bolam deb aytganidan so'ng tahsilga borishni taklif etganlarga rad javoblarini berganlar. Darhaqiqat voliday muhtaramaning qilgan bashoratlari 1125 yildan buyon o'z tasdig'ini topganligiga Oqsoch ona tarix guvoh bo'lib kelmoqda. Arablar istilosiga qadar Oks, Amu va Sayhun Sir daryolari oralig'i hududida mavjud shaharlarning eng gurkirab rivojlangan qadimiy Boxtar tilida Taramatxa deb atalgan bu shahar ilm va ma'rifat, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatdan benazir bo'lgan. Mazkur tilda aytilgan so'zni arablar Mavraun Nahr deb tarjima qilishadi. Daryoning narigi sohilidagi shahar, joy. Bu so'z bilan mazkur ikki yirik daryo oralig'idagi yerlar atala boshlanadi va bu hudud arab xalifatligining viloyatlaridan biri bo'lib, aynan qadimgi Taramatxa, Mavraun Nahr shu nom bilan ataladigan viloyatning milodiy 868-yiligacha poytaxti bo'lib xizmat qiladi. 868-yil Samoniylar saltanatining poytaxti Buxoro shahri deb e'lon qilinadi. Poytaxt Somon shahriga janubdan, sharqdan va g'arbdan xavf kuchayganligi uchun Ismoil Somoniy poytaxtni ko'chiradi. Al-Hakim at-Termiziy ilohiy iqtidori bo'lganligi uchun 50 yillik ilmni 3 yilda ota qabri yonida Xo'jay Xizr alayhisalom hazratlarining haftaning har payshanba oqshomida bergan saboqlari tufayli egallashga musharraf bo'ladilar. U kishi o'z davrlarida islom dinidan ilgari bu hududlarda odamlar e'tiqod etgan dinlarni ham, turli qadimiy va muomalada bo'lgan tillarni ham mukammal egallashga muyassar bo'ladilar. Islom dinimizning qomusi ilohiy Qur'on Karimni to'liq o'zlashtirgach, undan ilgarigi ilohiy kitoblar Tavrot, Zabur, Injillarni ham to'liq tahlil qilib, Qur'onul Karim bilan qiyoslashga, Qur'onul Karimdagi Bani Isroil surasi 81-oyatning mazmuni mohiyatini ayt, ey Muhammad, haq Qur'on keldi va botil yaroqsiz bo'lganlar yo'qotilishi lozimdirni o'zlarining teran fikrlari bilan bayon etib, isbotini ayta olganlar. 809-yili Xurosonda yuz bergan isyon Saforiylarning harakatini bartaraf etishga borayotganida to'satdan olamdan o'tgan xalifa Horun ar-Rashid o'rniga o'g'li Ma'mun 809-833-yillar xalifalik taxtiga o'tiradi. Ota niyatini farzand amalga oshirib, Bag'dodda Baytul Hikma, hikmatlar uyi yoki saroyini ta'sis etadi. Bu ilmlar saroyiga
juda ko'plab buyuk siymolar yig'iladi. Jumladan Al-Hakim at-Termiziy, Ahmad Farg'oniy, Al-Xorazmiy, Al-Farobiy va boshqalar shular jumlasidandir. Baytul Hikmada yig'ilgan allomalarning 80-85%ni Mubora'un-Nahr va Xuroson olimlari tashkil qilgan. Bu oliy ilm dargohida ilk rahbar bo'lgan zot ham Al-Hakim at-Termiziy hazratlari bo'lganlar. Rahbarlikka munosib bo'lgan ahli ilm va ahli ziyo u zotga qidvatul avliyo, avliyolarning peshvosi unvonini berishadi. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari bir necha yil Baytul Hikmada rahbarlik faoliyatini olib borib, islom dini falsafasi xazinasiga yirik asarlarni tuhfa etishga muvaffaq bo'ladilar. Xatmul Viloya, Valiylik muhri, Navodirul usul fil ma'rifati axborur rusul, payg'ambarni bilishdagi nodir usullar va boshqa asarlari shular jumlasidandir. Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining Baytul Hikmada olib borayotgan faoliyatlari tufayli hamda yuksak odob, axloq va ilm egasi bo'lganliklari uchun barcha olimlar, fozillar o'ta hurmat etishadi. Baytul Hikmada tarkib jihatdan nasabi arab bo'lmagan va doim xalifatlikka muxolifatda bo'lgan hudud vakillari olimlariga hasad bilan muomala qilish va ularga shubha tarzidagi munosabatlar, musofir olimlarni mensimaslik keyinchalik avj ola boradi. Musofir olimlar arablardan-da eski arab tilini yaxshi bilganliklari ham adovatni alangalatishiga olib keladi. Lekin arab olimlari orasida ham musofir allomalarga nisbatan havas, ulardan ko'proq o'rganish, hatto shogirdlikka tushish zarar qilmasligini bilganlar ham bor edi. O'z ilmlari, iqtidorlari bilan ayrim arab allomalari, fozillaridan ilg'or bo'lganliklari ular adovatini alangalatadi. Bunday adovat, husumat alangasidan hatto xalifat rahbariyati ham hadiksray boshlaydi. Negaki Baytul Hikma Bag'doddagi yig'ilgan olimlarning aksariyati xalifalikka qarshilik qilayotgan hudud vakillari edi. Bu olimlar o'zlarining bilimlari bilan arab olimlarini o'zlariga og'dirib, islom dini arab zaminidan tarqalganligiga putur yetkazishi mumkin deb musofir olimlarning yashashi ishida turli muammolar paydo qilib, ular deyarli ko'pchiligining o'z yurtlariga qaytishiga majbur qilishadi. Ana shunday ilmiy fitna Al-Hakim at-Termiziy hazratlariga nisbatan ham uyushtiriladi. Bu zot bir necha g'ayridinlarning tillarini biladi degan gap tarqatishadi. Darhaqiqat buyuk alloma Al-Hakim at-Termiziy qadimgi Yunon, Yahudiy, Pahlaviy, Sanskrit, Oromiy tillarini, umuman 33 tillarni bilganlar. Shu bois mashhur Solnoma, Navro'znoma, Nahoj asarlarini yaratganlar. Navbatdagi tuhmat shundan iborat bo'ladiki, bu inson Qur'onil Karim kitobidan o'zga Tavrot, Yahudiylarning muqaddas diniy kitobi, Zabur va Injil, Nasroniylarning muqaddas diniy kitoblarini biladi va o'z ma'ruzalarida to'rtala ilohiy kitobni bir-biriga qiyoslaydi. Qur'oni Karim haq, botil bekor bo'lgan Tavrot, Zabur, Injilning mohiyatlarini bilishning biror musulmonga keragi yo'q deb bo'xton qilishadi. Bu bilan g'animlar iymoni mufassal talablarini rad etishadi. Holbuki haqning haq ekanligini isbotlash bekor bo'lgan botil ilgarigi kitoblarni qiyoslash orqali erishiladi. Keyingi g'ivo buyuk bobomiz yaratgan Navodirul usul fil ma'rifati axborur rusul asarlari bilan bog'liq bo'lib, bu kitobda yozganlari bilan Al-Hakim at-Termiziy payg'ambarlikka da'vo etmoqda. Payg'ambarning hadislari bor va uning hayotini o'rganish va tahlil qilishga hech kimning haqqi yo'q deb tuhmat qilishadi. Shuning uchun keyinroq bobomiz Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining shogirdlari Abu Bakr Varroq Termiziyning jiyanlari Imom Iso at-Termiziy Shamoilul Muhammadiyya, Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarning fazilatlari, axloqlari va odoblari degan asarni 850 milodiy yilda yozib,
Termiziylar shajarasi sultoniga otilgan malomat toshlarini g'animlarning o'zlariga qaytaradilar. Xullas, Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining yoshlari 90, 100 ga yetay deganida Baytul Hikmani tark etishga majbur bo'ladilar. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari ona shaharlari Termizga qaytib kelgach, Hakimiyya tasavvuf tariqati maktabini ta'sis etadilar. Bu tariqatning nomi aynan Baytul Hikmaga o'xshashligi kishini hayratga soladi. Olim Rabboniy, ilohiy iqtidor sohibi ta'sis etgan mazkur tariqat maktablaridan har bir asrda 50-60 nafar zabardast avliyolar darajasiga erishgan olimlar yetishib chiqadi. Mazkur maktab 9-asrdan 13-asrning 20-yillarigacha, ya'ni Chingizxon hamlasiga qadar faoliyat ko'rsatadi. Bag'doddan ona shahriga qaytib kelgan Alloma Qidvatul Avliyoning Jayhun sohilidagi mo'jazgina chillaxonasiga, hozirgi maqbara yonidagi yer osti xonasiga tashriflarning keti uzilmaydi. Arab xalifatligi Baytul Hikmada vujudga keltirilgan nosog'lom muhitni tahlil qilmay, aksincha Al-Hakim at-Termiziy hazratlari sha'niga aytilayotgan bo'xtonlarni asos qilib, bobomizga nisbatan jazo choralarini izlab, Baytul Hikmadagi hasadchi arab olimlarining adovatiga yo'l ochib beradi. G'araz niyatli arab olimlari Al-Hakim at-Termiziy tomonidan 870-yillari Qur'onil Karimga yozilgan Nazira muqaddas kitobning mazmuni va mohiyatini mahalliy aholiga talqin etadigan ilmiy diniy asarni qoralab, nazira yozish bilan Al-Hakim at-Termiziy o'ziga o'lim hukmini belgiladi deyishadi. Lekin Qur'onga tafsirlar, izohlar berilgan. Bu kitobda tarixiy guvohliklar berilgan. Aslida esa Al-Hakim at-Termiziy hazratlari Bag'dodni tark etib kelganlariga 20 yildan ko'proq o'tgan bo'lsa-da, arab mamlakatlaridan shogirdlik istab keluvchilar to'xtamayotgan edi. Hasadgo'ylar islom arab dunyosida paydo bo'lgan bo'lsa, nega endi islomga oid ilmlarni arab olimlari arablarning sha'niga dog' tushirib, Mubora un-Nahrga borib, 120 yoshdan o'tgan miyasi aynigan chondan o'rganmoqchi bo'lishadi degan gapni ko'tarib yurishadi. 872-873 milodiy 256 hijriy qamariyda Vladimir Dalmatov chizgan mudhish voqea yuz beradi. Xulofoi Roshidinlar taqdiriga ana shu tarzdagi siyosiy ijtimoiy fitna bitilgan edi. Ularning hayotlariga, shuningdek Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining hayotlariga mazkur usulda nuqta qo'ymoqchi bo'lganlar o'z maqsadlariga erisha olmadilar. Muborak boshni tanadan bir lahzada tig' bilan judo qilgan qotilga ham yovuz a'moli uchun jazo tayinlandi. Uning qo'lida qonga belangan xanjar va chap qo'lida ushlagan qirqilgan boshdan biz tirikmiz degan nido kelgach, qotilga Alloh shu lahzada o'limni ravo ko'rdi. U turgan joyida 100 tuban tushib jon berdi. La hukma illalloh, Alloh hukmidan o'zga iloh yo'qdir. Abu Abdulloh Muhammad Ali ibn Husayn ibn Bashir Al-Hakim at-Termiziy hazratlaridek ulug' siymoni zamonning buyuk darg'alari Qaraxoniylar, Saljuqiylar, G'aznaviylar sultoni Mahmud G'aznaviy, Somoniylar, asli termizlik Somonlik Saidlar saltanatining asoschisi Ahmad Somoniy, Xorazm shohlarining jasoratli podshosi Jaloliddin Manguberdi, Termiz shahrining hokimi 1210-1219-yillarda Faxriddin Habash e'zozladilar. 1219-yili Mo'g'ul Chingizxon shaharni to'liq vayron etgan bo'lsa-da, bobomiz qabrining xilxonasini buzdirmadi. Mashhur maroqashlik sayyoh olim shayx Ibn Batuta ham 1335-yili ushbu qutlug' dargohni ziyorat etgan. 7 baxtli yulduz sayyoralar sohibi Soqron 7 iqlim hukmdori 35 yil ot ustidan tushmay Buyuk Temuriylar imperiyasini bunyod etgan va boshqargan 1385
1390-yillari o'zining farmoni oliylari bilan Mavara-un-Nahr va Xuroson, Eron, Iroqqa avliyolar Allohning do'stlari, xilxonalari, maqbaralari obod etiladi. Al-Hakim at-Termiziyning maqbaralari ham mazkur farmoni oliy asosida ta'mirlanadi. Amir Temur 1399-yili Hindiston jangidan g'alaba bilan qaytayotganlarida kenja o'g'illari Shohrux Mirzo, nabiralari Ulug'bek Mirzo go'dak bo'lgan va Halil sultonlarga nasihat qiladilar. Bu zoti muborakot mening pirlarimning sultonidir. Bu qabrga shunday ehtirom ko'rsatingizkim, Hazratning qabrlari uzra qo'yilajak tosh na otamning, na onamning, na pirimning va na mening qabrimda bo'lmasin. Qo'yilgan toshning tengi o'xshashi bo'lmasin. Bu dunyoda yagona bo'lsin. 1409-yili farzandlar padari buzrugvori vasiyatlarini aytganiday qilib uddaladilar. Bu qabr toshga ulug' siymo sohibi Abu Abdulloh Muhammad Ali ibn Husayn ibn Bashir al-Hakim at-Termiziyning hayot sanalari, ya'ni tavallud va vafotlari ma'nosi hamda u zotning ilm ziyosidan bahramand bo'lganlar haqida xattot naqqoshlik mahorati bilan izoh bergan. Sohibqiron Amir Temurning vorislari tomonidan o'rnatilgan toshda izohga yoki sharhga o'rin yo'qligiga ishora sifatida pirlarining sultoni bo'lmish Al-Hakim at-Termiziy hayotlari haqida abjad hisobida muammoli tarixni bayon etgan so'zlar yozilgan Hamsa Hamsuna Mi'attayn 255 ni 2 ga taqsim qilsa qabrda dafn etilgan insonning tavallud hisobi chiqadi. Demak 255 bu allomaning hijriy qamariy hisobida qatl etilgan sanalaridir. Mi'attayn 200, Hamsuna 50, Hamsa 55 dir. Tahlil va xulosa shuki, Al-Hakim at-Termiziy Solnoma, Navro'znoma, Nahoj asarlarini yozganlarida o'zlarining necha yoshda bo'lganliklari haqida izoh berganlar. Mazkur asarlar Hazrat hayotlarining intihosida yozilgan. Shunday qilib 255 bo'lingan 2 127 yarim bo'ladi. Bobomiz ulug' zot 128-hijriy qamariy yilda yorug' dunyoga kelganlar. Dorul Baqoga qotil tufayli 128 ko'paytirilgan 2 barobar 255 yoki 256-hijriy qamariy yili hisobida dafn etilganlar. 747-748-yillari milodiy hisobda tavallud topgan bo'lsalar,